Insoniyat tarixidagi 7 o'rindiqqa ega bo'lgan eng mukammal avtomobillardan bittasi emas, avtomobil. Bu avtomobil o'ta bejirimligidan hali beri bu avtomobilga raqobatchi ham topilmadi. Millat ajratmasdan millionlagan insonlarning orzusiga aylangan Cadillac V-seriya. Tasavvur qiling, Chevrolet Corvette Z06 ga ham aynan mana shu dvigatel o'rnatilgan bo'lar ekan. Amerikalik injener Courtney Haggis o'z qo'llari bilan yasab bergan bu motorda 6.2 litrli supercharger va abrasin 8 silindr, 682 ot kuchi, 885 Nm va mana shu bahaybat g'o'dasi bilan bor yo'q to'g'ri 4 sekund yuzga chiqib berar ekan. Aynan mana shu avtomobilda V logotipi o'rilgan R24 Bridgestone ballonlari bo'ladi. Sayohatga mo'ljallangan omborxonasi ham mavjud. Bor yo'g'i CIP O'zbekiston $210,000. Aralash siklga 22 litr atrofida xarajat qiladi. Omborxonasining hajmi esa 100 litr atrofida bo'ladi.